مليت انا بابي عيد الصفري يا لا 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 يا لا 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 وصوت ووطي اما بكري. Assalomu alaykum hurmatli Gemakiston kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda yana bir xonadonimizga tashrif buyurganmiz. Bu yerda qilingan ishlarni sizlarga fonni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan birgalikda har doimgidek Gemakistonni ko'rsatishlar uzaydan endi yaqinroqdan qilingan ishlarni birma-bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda endi juda mehr berilgan, chiroyli qilib birgalikda kuzatib olinglar. Aslida kafelga kombinatsiya bo'lgan, pollariga esa haqiqiy fasondagi 61 ga 61 kafelimizdan terilgan. Qani bismillah. Hovliga prospektda baho berib qo'yamiz. Shunaqagina chiroyli chiqavergan, mehr berilgan uyligi shunday bo'linib turibdi. Hop, bir boshdan boshlasak, mana birinchi o'rinda rakvinamiz ham mochni qilib chiroyli qilib o'rnashib turibdi. Dizayniga akalarimiz ularning ideyalarini ishlatib, mana cho'tka qilib paskalari ochilgan, yonlari ham chaqlangan. Cho'tka qilib karonalarni haqiqatga qo'yishgan, o'rtalariga esa kafelimizdan, Hindiston kafelidan qo'yilgan, chekkalari ponni ko'ksaroy, rakvina, keramika, gulzorimiz ham cho'tka holatda chiqibdi. Xo'p, bu yerda esa mana bunaqangi tabiiy ekskursiv fontanlarimizdan qo'yilgan. Suvlarni endi tushirib, ishga tushirib qo'yamiz. Xudo xolasa, travertinlar ham bo'lgan. Fokilimizga chiroyli qilib terilgan fasonni mana ko'rishlaringiz. Xonadonni ko'rib beradigan ham mana shu sokil bo'ladi. Pol qismiga esa 61 ga 61 high-tech fasondagi Eron pol kafeldan qo'yilgan. Eron kafelimiz ham qishga bemalol bardosh bera oladi. Sirqonchiq bo'lmagan holatda bo'tma shaklligisidan originalidan Hindiston kafelimiz bemalol talabga javob beradi. Bu narsa ham narx-navolarini qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni albatta qoldirib o'tamiz. Kolonnalarimiz ham cho'tka qilib mana o'rnashtirib qo'yishgan. Naveslarimiz mana. Uyda mana katta planni ko'rsatib chiqaman sizlarga. Bu esa orqa tomoniga ham yengil chiroyli qilib mehr berilgan. Kamchiliklarni mana to'ldirib ketilgan. Xudo xolasa betlar ham bitib qoladi. Zinalarimiz ham mana yuvilish jarayonida yetib kelibmiz. Sizlar ham bitta shu bahonada ko'rib olinglar. Monsterlar bilan mana ustakalarimiz chiroyli qilib ish topshirishdan oldin yuvib berishyapti. Monsterlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hamma do'konga kelganlar mana shu Eron pol kafelni ko'radi, juda yupqa ekanmi deydi mana. Chiroyli holatda terilgan. Bu yupqaligiga ahamiyat bermanglar, buni chidamliligiga qarash kerak birinchi o'rinda. Endi terilgandagi holatini mana dizaynni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Buni xunuydigan odam adashadi, aniq. Bemalol murojaat qilib xarid qilsalaring bo'laveradi. Terilishini ko'rdilaring, chiroyli holatda bag'gan, ponni mana zinalarimizga ham cho'tka qilib terilgan. Endi mana zinamiz ustunlariga taxminat berib qo'yamiz. Ko'ksaroy rozividan terilgan ekan mana. Ishlovlari bichli holatda. Sizlarga bunga o'zingiz fason berganmisizlar mana. Boshqacha bu zinalar. Bak esa podvalga ketyapmiz. Shunlar ham Ko'ksaroydan bo'lgan. Ko'ksaroy rozivisdan bo'lgan ekan. Ponni sharchalari ham qo'yilgan. Uyimizning darvozaxona qismidan kira o'rishini narsalarga ko'rsatishni darvozaxonagacha keldim. Mana bu burchgacha kelganda shundoq turib, mana shunday holatda ko'raman. Nima deysizlar ekan? Shuncha mehnat, shuncha mashaqqatga
arziydigan holda chiqqan xudo xohlasa. Xonadonimizga anchagina mehr berilgan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, usta akalarimizni ham nomerlarini qoldirib o'tamiz. Va albatta bitta qilingan mehnat, bittagi mahsulotlarni hammasini albatta sizlar Gemokistonchdan topasizlar. Xudo xolasa sizlarga shunaqangi sifatli mahsulotlarimizni arzon hamda qulay narxlarda, optim narxlarda beramiz. Yuzlarimizni xudo xolasa gazonni bitta bo'lsa 1 million kiloga bo'lib ochib chiqargan xudo xolasa. Kelar telefon qilaverasizlar, murojaat qilsalaring sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz.